Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Muhammad Amin Bug'roni xotirlash xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Mutafakkur, mujohid, tarixchi, shoir, davlat arbobi Muhammad Amin Bug'roning vafotining 60 yilligi munosabati bilan marhumni xotirlash xalqaro ilmiy muhokama yig'ini 17 dekabr Istanbul Sabahattin Zoim universitetida o'tkazildi. İlmi muhokama yig'ini Farabi ta'lim-tarbiya, madaniyat va ilmiy tadqiqot jamiyatining o'rinlashtirishi va bir turkum Uyg'ur turk tashkilotlarining qo'llashi bilan o'tkazilgan bo'lib, ko'plagan davlatlardan kelgan akademiklarni jam qildi. Qur'oni Karim tilovati va istiqlol marishlari bilan boshlangan yig'inda oldi bilan Farabi ta'lim-tarbiya, madaniyat va ilmiy tadqiqot jamiyati raisi Abdullah Qaraqosh, Sabahattin Zoim universiteti mudiri professor doktor Ahmad Javod Ajar, Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi dotsent doktor Alimjon Bug'da, Bug'ra akademiyasi raisi Muhammad Ali o'g'li qatorliq bir turkum shaxslar salom so'zi qildi. Marhum Muhammad Amin Bug'roning hayoti tunishtirilgan qisqa film qo'yilgandan keyin ilmiy muhokama yig'ini 4 bo'limga bo'linib boshlandi. Birinchi bo'limdagi temalar Muhammad Amin Bug'roning Sharq Turkistondagi kurashlarga bag'ishlangan bo'lib, doktor Harun Tekinning riyosatchiligida Hamid Ko'kturk shohidlar tilidan Xotan inqilobi va Muhammad Amin Bug'ro temasida, doktor Hoji Qutlug' Qodiri Yaponiya harbiy arxivlaridagi Muhammad Amin Bug'roga oid uchurlar temasida, doktor Asad Sulaymon Muhammad Amin Bug'roning kurash hayotida Sharq Turkistondagi oxirgi 5 yil temasida, Sabina Mashurova Sovet ittifoqining Sharq Turkiston siyosati va Muhammad Amin Bug'ro temasida maqola sundi. İkinci bölümdeki temalar Muhammad Amin Bug'roning muhojiratdagi kurashlari to'g'riliq bo'lib, doktor Abdurahim Davlatning riyosatchiligida dotsent doktor Takin Tunjar Muhammad Amin Bug'ro va vatandan majburiy ko'chish, vatan uchun vatandan ayrilish temasida, professor doktor Erkin Ahmad Muhammad Amin Bug'roning xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirish yo'lida muhojiratda elib borgan diplomatik faoliyatlari va izlanishlari temasida, Muhammad Amin Uyg'uri Sharq Turkiston davosida ommaviy diplomatiya, Muhammad Amin Bug'ro harakati temasida, Abdushkur Muhammad Qumtur Muhammad Amin Bug'roning da'vo hamrohi Amina Bug'roning hayoti va elib borgan faoliyatlari temasida, doktor Nabijon Tursun Muhammad Amin Bug'roning Sharq Turkiston Uyg'ur tarixshunosligidagi boshlamchilik o'rni va to'kpisi temasida to'xtaldi. 3-bo'lim Muhammad Amin Bug'roning fikr tushunchalari haqida bo'lib, doktor Ali Demir o'g'lining riyosatchiligida Muyassar Aminaji Muhammad Amin Bug'ro nazaridagi Sharq Turkiston milliy harakatining ideya asoslari temasida, İbrahim Kashg'ari hozirgi zamon turk mafkurasiga asosan Muhammad Amin Bug'rodagi taraqqiyparvarlik qarashi temasida, Alif Altun Muhammad Amin Bug'roning asarlarida vatan, millat va mustaqillik temasida, Hamiyat O'zar Sharq Turkistonda milliy ong yetildirish yo'lidagi nashriy afkor Arik gazeti va uning 1949-yillik sonlarining tematikalik analizi temasida izlanishlarini sundi. 4-bo'lim Muhammad Amin Bug'roning izlari va ma'naviy meroslari to'g'risida bo'lib, doktor Tasnim Muhammad Harib Muhammad Amin Bug'roning Sharq Turkiston tarixi nomli asari va Misr arab ellarida Uyg'ur davosining to'nilishidagi ko'vriklik roli temasida, professor doktor Ahmad Abduqodir Shozili turklarning Yipak yo'lida madaniyat barpo qilishdagi roli temasida, doktor Ahmad Jamol professor doktor Muhammad Haribning Sharq Turkiston davosida ko'rsatgan xizmatlari temasida, doktor Doğan Shangul hozirgi davrda meroslarni qo'g'dash va yetkazish, tur boshqarish va savdo analizidan bir loyiha temasida maqola sundi. To'liq bir kun davomlashgan ilmiy muhokama yig'inida maqola sunuvchilar marhum Muhammad Amin Bug'roning ko'p qirliq iqtidori, turli sohalardagi mo'l ilmiy amgaklari, mustaqillik mujodalasidagi kuchli ta'siriga yuqori baho berdi. Oxirida so'z qiluvchilarga hadiya taqdim qilingandan sirt, yig'in ishtirokchilariga marhum Muhammad Amin Bug'roning kitobini o'z ichiga olgan xotir buyumlari hadiya qilindi. Alma shirkati Xitoyga tayinishni azaytishga qarab maqmoqda. Alma shirkati ta'minlash zanjirini Xitoy sirtiga yo'tkash strategiyasiga asosan yerim o'tkazgich sohasida diqqat tortadigan bir qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Iqtisod vaqt gazetasining xabariga asoslanganda Alma shirkati iPhone o'zaklarini qoplash va qo'rashtirish uchun Hindistondagi o'zak ishlab chiqaruvchilar bilan dastlabki qadamda aloqa o'rnatgan.
Bu vaqtdagi suhbatlar Murugaba guruhi qarmog'idagi CG Semi shirkati bilan o'tkazilayotgan bo'lib, bu qadam olma shirkatining o'z tarixida tunji qatim Hindistonda o'za qoplash, qorashtirish jarayonlarini baholaganligidan darak berdi ekan. Xabarda CG Semi shirkatining Gujarat shtatida bir qoplash, qorashtirish zavodi qurayotganlik uchuri ham baharlangan. Navbatda qaysi o'zaklarning bu zavodda qorashtirilganligi texi aniq bo'lmasa-mu, ammo asosligi ekranga munosabatlik o'zaklar ekanligi bayon qilinmoqda. Reuters agentligi xabarning mustaqil manbalar tomonidan dalillanmaganligini ilova qilgan. Alma va CG Semi shirkati bu masala haqida rasmiy bayonot bermagan bo'lsa-mu, CG Semi shirkati gazetga bergan javobida biz bozordagi farazlar yoki alohida xaridorlar bilan o'tkazilayotgan suhbatlar to'g'risida fikr bayon qilmaymiz. Aniq taraqqiyotlar bo'lgan taqdirda zarur bo'lgan uchurlarni beramiz degan. Alma shirkatining plani buning bilan cheklanmaydigan bo'lib, shirkat 2026-yilning oxirigacha Amerikada sotiladigan iPhone'larning zo'r bir qismini Hindistondagi zavodlarda ishlab chiqarishni planlamoqda. Bu strategiya Xitoy manbalik ta'minlash xatarlariga va kunsiri kuchayayotgan savdo sirkulashlariga qarata bir oldini olish tadbiri sifatida gavdalanmoqda. Amerika hukumati aprel oyida Hindistondan kiradigan mallardan 26% tamojni beja olgan bo'lsa, Xitoy mallariga qo'yilgan boj nisbati 100% dan oshib ketgan edi. Ayni vaqtda Amerika Xitoydan boshqa nurg'un davlatlarga qaratilgan qo'shimcha bojlarni 3 oy to'xtatib qo'ygan edi. Bu taraqqiyotlar Alma shirkatining Hindistonda markaz qilgan ishlab chiqarish planlarini texmo tezlatgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.